Hormanglar jigarlar, charchamayapsizlar, tuzumsizlar, kontrni ham boshlab oldik telefonda. Hop, Instagramda qilayotgan ishimizni YouTube'da ham qilgan bo'ldik. Pul ishlab olish maqsadida bo'lsanglar, Jahon chempionati o'yinlari chorak final boshlandi ham. Bugun 3 ta o'yin bor ekan. 29-iyun hisobiga. Birinchisi Germaniya bilan Yaponiya, ikkinchisi Braziliya bilan Yaponiya, ikkinchisi Germaniya bilan Paragvay bor ekan. Uchinchisiga Niderlandiya, Gollandiya bilan Marokash bor ekan. Marokash yomon ketayotdi lekin. Xullas kalom, 3 ta o'yinni kim yutishini topgan odam, 3 ta o'yindan o'tgan, tanlagan komandasi yutsa, 100 ming so'm kartasiga pul tashib beriladi. 100 ming so'm kartasiga pul tashib beriladi. 3 ta o'yin, masalan, Braziliya, Germaniya, Marokash tanladinglar. Yutsa, uchalasi 100 ming so'm tashib beriladi. Kommentariyaga o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Lekin Braziliya yutsa kerak, Yaponiyani. Lekin Yaponiya ham yomon o'ynayapti, yaxshi o'ynayapti. Hop, keyingisi Germaniya 90% yutsa kerak. Endi lekin Niderlandiya bilan Marokash yomon bo'ladi. Marokash yomon ketyapti lekin. Marokash yomon. O'zingizlar fikringizni qoldirib, videoga like bosib, kommentariyaga o'zingizlarni kimga balib qotganingizni yozib ketinglar. Biz ham o'yinimizni davom ettiramiz. Kechqurun Braziliya bilan birinchi o'yin anaqa bor. Braziliya bilan Yaponiya 10da. O'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Yutdik.